Oyoqlarim Ko'tarib teshib. qo'yinglar. Qo'ygan bitta qiling. Qani, ko'tar. Ha? O ulug' shaman. Nimaga shunga hali ham ko'pchilik ishonadi? Qaysi erkak o'zini onasini, singlisini yoki opasini mana shunga ushlatga olib boradi? Buni ushlamagan joyi qolmayapti, hamma joyni ushlab chiqyapti. Eng achinarlisi mana shu borayotgan ayollarning uyidagi erkaklar chidab o'tirganiga men hayron qolyapman. Nimaga soxta tabiblar ko'payib ketyapti? Chunki qaysi bir mamlakatda meditsina rivojlanmasa, ana o'sha joyda soxta tabiblar ko'payishni boshlaydi. Bu yo'nalishda o'zi qiziqishi bor, ishtiyoqi bor, haqiqatan mana shu yo'nalishda o'zini ko'ra oladigan kadrlarni tayyorlash kerak. Ya'ni meditsina tarafdan juda katta rivojlanish bo'ladi demoqchiman. Qo'qonlik tabib emas u, qo'qonlik mashinnik. Qani meni fikrim? Bormi?